Assalomu alaykum aziz insonlar. İnsanlar har bittasi bir-biriga o'xshamagan holatda tashqaridagi o'zini jismiga kerakli bo'lgan moddalarni turli xil vaqtda, turli xil hajmda har doim qabul qiladi. Inson ona qornida paydo bo'lgan ilk vaqtdan boshlab so'nggi daqiqasiga qadar shunday holatda bo'ladi. İnsanlar juda mayda raqam bilan hisob-kitob qilinganda o'sha tashqi dunyodan o'zini jismiga kerakli bo'lgan jamiki moddalarni va kislorodni juda mayda raqamlar bilan hisob-kitob qilganda har bitta inson alohida bir vaqtda qabul qiladi. Bir-biriga o'xshamagan holatda. Va alohida bir hajmda qabul qiladi. Bir-biriga o'xshamagan holatda. Hattoki ana shu qabul qilgan kislorodni inson organizmiga kirib, karbonat angidrid gaziga aylanib qaytib chiqayotganda ham, ya'ni nafas chiqarayotganda ham har xil vaqtda, har xil hajmda tashqariga chiqadi. Boshqa qabul qilgan moddalari ham insonning jismida keraklik ishini bajarib bo'lgandan keyin shu insonning jismidan tashqariga chiqayotganda har xil hajmda, har xil vaqtda chiqadi. Ozgina mayda raqamlar bilan hisoblaganda ozgina bo'lsa ham farq qiladi. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir inson o'zgacha bir dunyo. Hech bir inson bir-biriga o'xshamaydi. Mana shu holat bo'lganligi sababli ham insonlarni yuz tuzilishlari bir-biriga o'xshamaydi. Hattoki egizaklarni ham 1% ga bo'lsa ham farqi bo'ladi. Bir-biriga o'xshamaydigan. Har bir insonni barmoq izlari ham mana shu aytganim sabab boshqa bo'ladi. Bir-biriga o'xshamagan holatda bo'ladi. İnsonlarni barmoq izlari va yuz tuzilishlari va xarakterlari deyarli bir-biriga o'xshamaydi. Bunday bo'lishiga sabab mana shu holatdir. Ya'ni inson toki ona qornida paydo bo'lgan ilk vaqtdan boshlab toki so'nggi daqiqa jon bergunga qadar tashqi dunyodan o'zini jismiga barcha o'ziga kerakli bo'lgan moddalarni turli xil vaqtda, turli xil hajmda qabul qiladi. Va o'zini jismidan foydalanib bo'lib tashqariga chiqarayotganda ham, hattoki o'sha olgan kislorodini karbonat angidrid gazi qilib jismida qayta ishlab tashqariga chiqarayotganda ham turli xil hajmda, turli xil vaqtda chiqaradi. Va jamiki qabul qilgan moddalarni o'zini organizmida ishlatib foydalanib bo'lgandan keyin ham tashqariga chiqarayotganda turli xil vaqtda, turli xil hajmda tashqariga chiqaradi. Buni juda mayda raqamlar bilan hisob-kitob qilinganda aniq bilinadi. Ana shuning uchun insonlarning xarakterlari deyarli bir-biriga o'xshamaydi. İnsonlarning barmoq izlari ham deyarli bir-biriga umuman o'xshamaydi. Va insonlarning yuz tuzilishlari ham
deyarli bir-biriga o'xshamaydi. Hattoki egizaklar ham hech bo'lmasa 1% ga bo'lsa ham bir-biridan farq qiladi. Mana shunday bo'lishini sababi va siri mana shu. Menga Alloh xislat beribdi, men mana shu xislatdan foydalanib, o'zim bilgan ma'lumotimni sizlarga aytyapman. Meni bu gaplarimni agar yer yuzidagi jamiki daholar shubha bilan qaraydigan bo'lsa, juda mayda raqamlar bilan har bir insonni tashqi dunyodan olayotgan nafasiyu kislorodni va boshqa moddalarni va tashqi dunyoga o'zini jismidan chiqarayotgan karbonat angidrid gazini, kislorodni qayta ishlab, foydalanib olib, qayta chiqarayotgan karbonat angidrid gazi nafasini va foydalanib olib bo'lib, o'sha tashqi dunyodan qabul qilgan barcha moddalarni tashqariga chiqarayotganda o'shani vaqtlarini, hajmlarini mayda raqamlar bilan o'rganib chiqsa, meni juda to'g'ri gapirayotganligimni guvohi bo'ladi. Xudo xohlasa. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.